Aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash bugungi kunda eng ustuvor vazifa sanaladi. O'zbekiston 2030 strategiyasida ayni yo'nalishda qishloq xo'jaligida hosildorlik va rentabellik darajasini keskin oshirish maqsadi belgilangan. O'zbekiston Respublikasining oziq-ovqat xavfsizligi to'g'risidagi qonunida ham mamlakat aholisining ijtimoiy ahamiyatiga molik asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojlarini mahalliy oziq-ovqat mahsulotlari va xom ashyosini ishlab chiqarish hisobiga qanoatlantirish ko'zda tutilgan. Shundan kelib chiqqan holda Sirdaryo viloyatida ham aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha strategik jihatdan maqsadli va izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Birgina Boyovut tumanidagi mahallalarda meva-sabzavot va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishga ixtisoslashtirilgan hududlar tashkil etilgan. Bunga davlatimiz rahbarining 2020-yilning 6-may kunidagi respublikada kartoshka yetishtirishni kengaytirish va urug'chiligini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asos bo'lyapti. Boyovut tumaniga umumiy 950 gektar kartoshka ekish rejalashtirib berilgan. Undan 200 gektari dehqon xo'jaliklari va aholiga, 750 gektari fermer xo'jaliklariga ekish rejalashtirib berilgan. Hozirgi kunda 578 gektarga kartoshka urug'lari ekib bo'lindi. Qishloq xo'jaligiini qo'llab-quvvatlash jamg'armasidan imtiyozli 1 yillik 12% fermer xo'jaliklariga 1 milliarddan oshiq kreditlar ajratib berildi. Boboyurt mahallasining ham asosiy drayveri kartoshkachilik hisoblanadi. Yerning unumdorligi, iqlimning o'ziga xosligi kartoshkadan mo'l hosil olish imkonini beradi. Matluba Abdurahmonovaning 15 sotiq yer maydonini xazinaxona deyish mumkin. Tomorqada ro'zg'or uchun zarur bo'lgan barcha qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirilyapti. Eng muhimi, xonadon egalarining asosiy daromad manbai ham tomorqadan. 15 sotiq yer joyimiz, 8 sotig'iga dehqonchilik qilamiz. Agrotimizda ko'k piyoz bor, kartoshka bor, chesnok bor, rediska, ismaloq ekdik, ularni sotib oldik. Ularni joyiga kartoshka ekkanmiz. Endi hozir bozorga ko'k piyoz, chesnok olib chiqyapmiz. Shvit kashnishlarimizni ham sotib oldik. Daromadimiz yaxshi. Daromaddan foydasiga ikkita kontrakt o'qitaman. Ikkita farzandim o'qiydi. Qolgani ro'zg'orga. Davlatimiz rahbarining tegishli topshiriqlari ijrosini ta'minlash maqsadida tumanda kartoshka yetishtirish va urug'chilikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Boyovut tumanida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar asosida ishlar tashkil etilgan. Boyovut tumani prokuraturasi tomonidan fermer xo'jaliklari hamda tomorqa egalariga kartoshka urug'larini yetkazib berish borasidagi ishlar o'rganilmoqda. Tomorqa egalari bilan bir qatorda hududdagi 5 ta fermer xo'jaliklarining 15 gektar yer maydonlariga ham kartoshka urug'larining hosil navlari ekilyapti. Xovos tumanining Qayirma mahallasi aholisi ham tomorqadan daromad topish ko'nikmasini yaxshi o'zlashtirgan. Aholi tomorqasidagi har bir qarich yerdan unumli foydalanmoqda. Bu hududda ham kartoshkadan mo'l hosil olish imkoni bor. Najmiddin Otajo'rayev ham kartoshka yetishtirishda katta tajribaga ega. Hududdagi odamlar tomorqasidan daromad olib, ro'zg'orini but qilyapti. Xovos tumani bo'yicha kartoshka 470 gektar rejalashtirilgan. Shundan fermerlarning hisobiga 490 gektar rejalashtirilgan. Shundan 300 gektar ekildi. Aholiga 80 gektar aholi tomorqalariga rejalashtirilgan, ular ham ekilgan. Hozirgi kunda kartoshka ekilish davom etmoqda. Suv qo'yilib, mineral o'g'it berdik. Qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish, aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan barqaror ta'minlash maqsadida viloyatda amalga oshirilayotgan ishlarni raqamlar kesimida tahlil qilamiz. Joriy yilning shu kuniga qadar viloyatda 1238 nafar fermer va qishloq xo'jaligi korxonalari tomonidan 3890 gektar, ya'ni 71% maydonga kartoshka ekish yakunlangan. Tumanlar kesimida taqsimlanganda Boyovut tumanida 950 gektar, Guliston shahrida 750 gektar, Mirzoobod va Oqoltin tumanlarida 490 gektardan, Sardoba tumanida 460 gektar, Sayxunobod tumanida 910 gektar, Sirdaryo tumanida 880 gektar hamda Xovos tumanida 570 gektar maydonga kartoshka ekish belgilangan. Bu esa viloyat aholisini kartoshka mahsulotiga bo'lgan talabini 102% ga ta'minlash imkonini beradi. 2026-yil hosili uchun asosiy maydonlarga ekish maqsadida jami 13800 tonna urug'lik kartoshka talab etiladi. Xovos tuman prokuraturasi tomonidan oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash yo'nalishida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan davlatimiz rahbarining Samarqand viloyatiga tashriflari davomida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash nuqtai nazaridan hududlarda kartoshka ekilishini nazorat qilish vazifasi prokuratura organlariga topshirilgan. Xovos tumanida 2026-yil hosili uchun jami 570 gektar yer maydonlariga kartoshka
ekilishi nazarda tutilgan. Hozirgi kunda fermer va dehqon xo'jaliklari tomonidan hududda kartoshka ekish ishlari amalga oshirilmoqda. Tuman prokuraturasi tomonidan mazkur sohada o'tkazilgan nazorat tadbirlari davomida hududlarda kartoshka urug'i zaxirasi to'liq yaratilmaganligi, urug'ni yetkazib berish bo'yicha shartnomalar tuzilmaganligi, kartoshka ekilgan maydonlar Crop Agro axborot tizimiga kiritilmaganligi va boshqa ko'plab qonun buzish holatlariga yo'l qo'yilganligi aniqlanib, tuman prokuraturasi tomonidan aniqlangan qonun buzilishi, uning kelib chiqish sabablari va bunga imkoniyat yaratib berayotgan shart-sharoitlarni bartaraf qilish haqida tuman hokimi nomiga taqdimnoma kiritilib, 2 nafar mansabdor shaxsning intizomiy javobgarlik masalasi hal qilindi va 3 nafar mansabdor shaxs qonun buzilishga yo'l qo'ymaslik haqida rasman ogohlantirildi. Sirdaryoda kartoshka yetishtirish bo'yicha olib borilayotgan bu kabi ishlarning asosida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, aholini tomorqadan, bo'sh yer maydonlaridan samarali foydalanish ko'nikmasini shakllantirish yotadi.